nima qilish savol o'rtaga tashlashni qana xalla fikring. Masalan, men boylikdan pul tushunaman. Nimaga sen boylik deganda pul tushunasan, bu sog'liq-ku. Masalan, Sog'lik turadi. boylik turadi, masalan, pul turadi. Masalan, sen misol uchun bir oyog'ing yoki ishlamasan, misol uchun masalan, kulbat bo'lib qolishi mumkin. Nimaga sen sog'lik deyapsan? Shuni ayt. Nimaga sog'lik deyapsan? Agar sen sog'lom bo'lmasang, pulni qayerdan olasan? Masalan, sen misol uchun, sog'liksan lekin puling yo'q, masalan, kiyishing kerak, yashashing kerak, ichishing kerak. Masalan uchun, uying kerak, oila qurishga, uylanishga, hammasiga pul kerakmi? Sog' bo'lsang, pul ham topiladi. Lekin masalan, sen sog' bo'lsang, pul yo'q. Agar sen sog' bo'lmasang, pul ham yo'q. Masalan, kasal bo'lib qolding, nima qilasan? Masalan, misol uchun, necha yil yashaysan, masalan, ba'zi bunaqa kasal bo'lasan. Hammasiga pul kerak. Taqdirga yozilgan bu. Baribir men sog'lik degan javobga qo'shilaman. Yo, men pul qo'shaman. Masalan, sen nima deysan? Men ota-ona Ya ota-ona to'g'ri, ota-ona boylik Kimlarga qo'shasan deb. Pulgami yo sog'lik? sog'likka. Nimaga sog'lik? Masalan, sen ota-onangni yonida yurasan. sen sog'lik bo'lsa ota-onang nima? Masalan, puling bo'lsa hajlarga yubораsan, yaxshi kiyim yeysan, ichirasan. Masalan, boshqa davlatlarga ketasan. Sen nima deysan? Masalan, sog' bo'lsa ota-onang yonida yursang ham bu boylik hisoblanadi. Ba'zi yaxshi yashash, yaxshi yeb ichish uchun ba'zi pul kerak misol uchun. Oila boqishing kerak. Yo'q, masalan, qarang, hozir nimaga o'qiyapsan? Nimaga o'qiyapsan? Hozir nima o'qishda maqsading bormi? Nima? Pul topish? Pul topish bo'lmada. Nimaga? Aynan sog'lik uchun harakat qilmasdan, nima pul topish uchun harakat qilyapsan? Sog'lom bo'lsang, pul ham topiladi. Yo'q, sen meni tushunmading. Sen hozir pul topish uchun harakat qilyapsan, to'g'rimi? 4 yil o'qiysan, 5 yil o'qiysan, to'g'rimi? Nimaga? Kelajakda oila boqishing uchunmi? Pul topishing uchunmi? Nimaga sog'lik uchun harakat qilmayapsan? Men dieta qilib masalan, yoki sportga nimaga o'qiyapsan? Pul topish uchun, oila boqish uchun, to'g'rimi? Nima o'zing nima? Shunday boylik pul bo'lib bo'ladi. Baribir boylik bu sog'lik. Men sog'lik emas. Boylik degan boshqa kelanga birinchi nima keladi? Birinchi o'rinda men keladi, va sog'lik keladi. Salomat. Masalan, men uchun pul keladi. Ya masalan, sarar sen nima qilasan? Masalan, qara, masalan, to'xtanglar. Men sararning gapini eshitdik. Gapiramisan? Yo'q, masalan, qara. Ilon Musk deylik. Ilon Musk masalan boy deymiz, to'g'rimi? Yaxshi yashayapti, yaxshi yashayapti. Juda boy deymiz, lekin nima siz fikringga keladi, u puli ko'p, puli ko'p deb. Sog'lom deb keladimi? Bu boshqa bo'lsin, men молодец. Masalan, Ilon Musk boy milliarder desa, nima kerak kelanga boy desa? Sog'lomlik keladi, sog'lomlik keladi. Baribir pul kerakda, baribir birinchi sog'lik turadi. Agar Ilon Musk masalan, qara senga savol ber, boylikdan birinchi kim keladi? Mana Ilon Musk keladi, yo sog'lik keladimi? Masalan, sen qara, 100 yildan ortiq yashagan kimni bilasan? Masalan, dunyoda. Masalan, boylikdan Ilon Muskni bilaman. Masalan, Ilon Musk ham kasallanib qolsa, bo'ladi. Senga o'xshagan Stop. Uji yo jadal olib ketdi. Qara, masalan, bir joy kasal bo'ldi, davosi yo'q kasal. Uji Ilon Musk shuni pul evaziga Marsga odamlarni ko'chirish maqsadida harakat qilyapti. Tesla kompaniya. Umuman sen ishlab turgan narsang, masalan, mana iPhone telefoni, masalan, shu Tesla onasi deyapsan. Pul bilan chiqaradi. Pul bilan chiqarilgan. Sen kiyib turgan kiyiming, sen nima qilgan hamma tug'ilishing bilan o'lishing ham pulda. Qanaqa o'ylab to'g'ri. Kasal bo'lsang ham pul bilan davolanasan. O'tirmaysan u. Men davolanib qolay, to'g'rimi? Men yaxshiman, men sog'lomman, menga hech nima kerakmaydi. Sen masalan uylanishing kerak, masalan uy joy qilishing kerak, barchasi pul kerak. Ben Ilon Musk ham bu pulni masalan kasal holda topgan-ku, sog' bo'lib topgan. Kasal bo'lmasa ishlab topgan. Qara, sen u sog'lomlikni 50 yoshdan keyin bilasan, masalan, kasal bo'lish. Undan oldin yaxshi bo'lasan. Senga savol boylik nima deb savol beradi? Tug'ilganingda boy bo'lib tug'ilishni istaysanmi, sog'lom bo'lib tug'ilishni istaysanmi demaydi. Hamma yozilgani bo'lib turadi. Birovlar sog'lom, kimdirlar nogiron. Shuna sen hozir sog'lommisan? Doniyor sog'lasan, to'g'rimi? Nimaga masalan hozir pul topish imkoniyating bor? To'g'rimi? O'zing ham ayting, pul uchun harakat qilyapman deding. Sen ham pul uchun harakat qilasan. Turmushga chiqish uchun. Qarang, sog'likdan kecha masalan pul, masalan sog'likdan kecha pul topasizlar. To'g'rimi? Shunda sog'likdan masalan sen aytramsan shunda nimasan sen? Sen nimaga qo'shilasan sen? Nimaga qo'shilasan? Sen nima bo'ladi? Sen nima deb? Bo'lgani. Bularga Qanaqa shu buni gapiga qo'shilasan? Nima sog'lik emas boylik? Nimaga pul? To'xtatdim, men bunga aytaman. Sen o'zingning fikringni ayt, masalan boylikdan nima tushunasan? Men boylik deganda ota-onani tushunaman. To'g'ri, masalan ota-onang masalan uchun ota-onang qariganda masalan uchun masalan hajga, boshqa narsalarga, chet ellarga, sayohatlarga, umralarga yuborsa bo'ladi masalan.
Chunki hammasiga pul kerak. Masalan, yaxshi yeb-ichish, yaxshi hayot, hammasiga pul kerak. Yashash uchun pul kerak. Hozir hayotda ko'rsa puling bo'lmasa, sen hech qanasan, bo'ldi, pul kerak. Ota-ona yonida yechib sog'lansan boshqa. ota-ona yonida bo'lsa ham bu sen uchun boylik hisoblanadi. Hozirda hamma boylik deb qo'yadi. hozir sog'lomlik emas, hozir hamma pul bilan masalan o'lchanadi hamma.